Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugungi darsimizda Radiomer Met BG1 modelimizni qanday qilib tarmoqqa ulashni ko'rib chiqamiz. Oldingi darsimizda modelimizni qanday qilib Wi-Fi ni yoqishni o'rgangandik. Bu safar endi Wi-Fi mizni qanday qilib tarmoqqa, internetga ulashni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda kompyuterimizni internetga ulab olamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda Wi-Fi ni yoqqandik. Bu darsimizda mana Radiomer Met, ya'ni modelimizning Wi-Fi'i. Подключить qilamiz. Parolimiz 8 ta 8 bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8, ya'ni 8 ta 8 bo'ladi parol. Kompyuterga ulab olganimizdan keyin brauzerimizni kiramiz. Brauzerimiz qidiruv joyiga 192.168.99.1 IP'si orqali kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin email pользовательga admin deb yozamiz. Paroliga Radiomer deb yozamiz. Modelimizning interfeysi bizda hozir 4G, ya'ni sim karta bo'lgani uchun hozir internetga ulanib turibdi. Ya'ni modelimiz internetga ulanib turibdi. Agar sim karta yo'q bo'lsa, buni Wi-Fi orqali ulasak ham bo'ladi. Buning uchun tepadan, ya'ni setga kiramiz. Setdan beспроводный setga o'tamiz. Beспроводный setga kirganimizdan keyin bu yerda ya'ni poiskni yozamiz. Bizning yon atrofimizdagi ya'ni Wi-Fi'larni qidirib topadi. Biroz kutib turamiz. Bu yerdan mana Wi-Fi'larimiz topib oldi. Bu yerda ya'ni birinchi Home 1 da ulab ko'ramiz. Buning uchun подключить deb bosamiz. Подключить setni bosganimizdan keyin bu yerga ulamoqchi bo'lgan Wi-Fi'mizni parolni yozamiz. Permit deb bosamiz. Bu yerga tegmaymiz va сохранить deb bosamiz. Va permit deb bosamiz yana bir marta. Biroz kutib turamiz. Mana ya'ni Wi-Fi'mizga ulandi. Informatsiya paneliga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu modelimizning Wi-Fi'i. Bu esa biz ulagan Wi-Fi. Hozirgi holatda sim karta emas, Wi-Fi orqali ya'ni ishlab turibdi. Подключение bo'lib turibdi.